Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilari. Bugun 24-oktyabr 2025-yil. Marg'ilonda akamga to'y bergan edik. Uncha yoqishli bo'lishmaganligi uchun chaqirtirish edi. Shu suvda desa muammo bo'layotgan ekan, hozir yoqib berdik. Tabiiyimiz yog'ishi. Hop. Xudo xolasa muammosini yechib yoqib berdik. Kimga shunaqa aqlli to'ylar kerak bo'lsa, pastdan nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aka hozir nechta xonani istayapti bu? 5 ta xonani istayapti. 5 ta xonani istayapti. To'pli pol bilan 6 ta. 6 ta. 150 kvadratga qo'yib bergan katerimiz. Ba'zi endi homiylar uyda ichlarini ko'rsatgancha noqulayroq. Qo'limizni ko'rsatamiz. Shu qo'limizga qo'yib berganmiz mana shu xonalarni. Bag'imizda общий 6 xonani isitib beryapti. Hozir gradusga chiqib termodatchigimiz o'chirdi. O'chirgandan keyin ham 0 ga o'chib qolmaydi, mana holati yonib turishi. Shunaqa bo'lib yonib turadi. Xudo xolasa garantiyalari bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, qolgan ma'lumotlarni telefonlarda tushuntirib, to'liq ma'lumotni beramiz.